Ana Xitoy deymiz. Xitoy qobiliyatini ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Hech qayerda svet yo'q, yigitga ham hamma yozimiston, qorong'i. Naryoqda dijok ishlatishyapti. Ham yoqlarda uylar bor. Umuman ko'rinayotgani ham yo'qni yaqinlashtirsa ham. Ana ko'rsanglar bo'ladi. Hamma yoq yop-yorug'. Jazosi 10 ming so'mlik teperxatli. Mana bu narsalar hamma narsa ichidan chiqadi komplekt. Mana buni tiqas. Mana buni 10 ming so'm berxatli bilan bunaqa narsa yasasangiz tayyor uyga svet kelib turibdi. Расходichi desangiz, расходi 0,1. Bu 1 kilovat emas degani bu 40% bor. Bu degani bu 15 kun, 20 kun yoqib tursa kerak uy svet. Uylarda chiroq yoqib, hovlida yoqib. Bemalol shu Xitoydan foydalanadigan vaqt kelyapti. Hamdaqa mashinalarni ishlatish kerak. Nimaga olganmiz buni? Mana shunaqa svet yo'qdi. Uyimizni yorug'ini yoritib turibdi. 10 ming so'mlik narsa.